Ko'p tadbirkorlar kassada pul borligini ko'rib o'zlarini foydadamiz deb o'ylashadi. Aslida ular zarar ko'rayotgan bo'lishlari ham mumkin. Siz biznesingiz yopilib ketmasligi uchun oyiga kamida qancha savdo qilishingiz shartligini bilasizmi? Bugun biznesning hayot chegarasi haqida gaplashamiz. Zararsizlik nuqtasi. Bu ko'rsatkich biznesning na foyda, na zarar ko'radigan holati. Ya'ni hamma xarajatlaringizni yopish uchun qilishingiz kerak bo'lgan minimal savdo hajmi. Agar siz shu nuqtadan pastda bo'lsangiz, biznesingiz har kuni o'z-o'zini yemoqda. Agar tepada bo'lsangiz, tabriklayman. Siz haqiqiy foydaga kirdingiz. Qanday hisoblanadi? Qani unda birgalikda hisoblab ko'ramiz. Tasavvur qiling, doimiy xarajatlaringiz, ya'ni ijara, oyliklar va kommunal to'lovlar oyiga 20 million so'm. Savdo bo'ladimi yo'qmi, buni to'lashingiz shart. Mahsulot marjasi. Har bir sotilgan tovardan sizga 20% qolyapti. Demak, 20 million so'm xarajatni yopish uchun siz oyiga kamida 100 million so'mlik savdo qilishingiz shart. 100 million – bu sizning yashab qolish chegarangiz. Bu raqamni bilish sizga nima beradi? Birinchidan, siz xodimlaringizga aniq va real plan qo'ya olasiz. Ikkinchidan, yangi xarajat qilishdan oldin bu raqam qanchaga oshishini va uni ko'tara olishingizni oldindan hisoblaysiz. Raqamlarni bilmaslik ko'r-ko'rona biznes yuritishdir. Siz o'z biznesingizning hayot chegarasini hisoblab ko'rganmisiz? Agar bilmasangiz, bizga murojaat qiling va sizga bepulga hisoblab beramiz. Ushbu videoni biznesi bor tanishlarga yuborib qo'ying. Ularga ham foydali bo'lsin.